Mavtul alimi mavtul alam, alamın dünyadan ötüşlüğü, alamın köz yumuşluğunun bana var ki. Usul hadis-i şerifin manasını şimdi düşündük. Hazrat Damlağız 41. yılı Hacıgavat ayında tuğulup çoğanesinin aldıda ilim aldı. Çoğanesinin aldıda hat okuşluk, Tarzayın Kerkitab, Farsi kitaplardan okudu. Ondan keyin Damla Mirza Shah degan bir olim kishini oldida olib turib, mantiq ilmlarini okudu. Yana shunday oxiri Hazrat Hindistonni Damlaning oldiga huzurlariga kelib, Hazrat Hindistonni Damlaning huzurlarida ilimli to'liq, mukammal to'liq oldi. Hindiston Damla shunday aytgan ekan: "Hikmatullah bizning ilmimizni to'liq oldi. Jana bu kishining eshamlik viloyat darajasi bizga qaraganda ashiq" deb aytgan ekan. Allohu Bizning Jergataldan ziyoratga borganlarga aytgan ekan: "Sizlar mendan keyin o'sha kishini elchigili. Men dunyoni qidirib barliq yoqdan ilmni olgan bo'lsam, qayar men bu kishiga ilmni berdim. Men qancha ilm olgan bo'lsam dunyoni qidirib, bu kishiga men ilmimni to'liq berdim." Hazrat Damlağız'ın ko'pincha aytgan osiyatlari, nasihatlari Hazrat Hindistonni Damlaning bir so'zi bor edi. "Biyo muslim hifzi mazhab oren, hifzi mazhab hifzi din shumoren." Kelgin ey muslim, mazhabni saqtaylik. Mazhabni saqlamoqlik, dinni saqlashlik bilaylik. Bunun ma'nosi biz mazhabni eğer bekam qilmay turgan bo'lsak, mazhabda bekam bo'la turgan bo'lsak, biz dinimizni saqlab qolamiz. Eğer biz mazhabdan chiqib keta turgan bo'lsak, biz dinimizni yo'qotib olamiz deydi. Hazrat Hindiston Damlaning ushul osiyatini ziyoratga borganlarga doim aytib keladi. Sizlar boshqa chetdan boshqa joqlarni qo'yg'ulayi, ushul o'zingizning saltu Buxoriy ulamolardan etegini bekam qilmanglar. Her bir bargan ziyoratchilarga aytgan osiyati doim ushul edi. Namazlardan keyin doim 3 duoni esingizdan chiqarib olinglar. Namazlardan keyin duo qilinglar. Taomni yegandan keyin dasturxonga duo qilinglar. O'tgan o'liklarga duo qilinglar, Qur'on o'qinglar. Sadaqatul amvot li ahyai va duoihim nafullahum. Tiriklerдің sadaqasi o'liklarga, jana tiriklerдің duosi o'liklarga jetet. Bizning ahli sunnat va jamoat e'tiqodimizda jetet deb ushul so'zlarda osiyatlari bor. Yana Hazrat Damlağız oxir vaqtda bizda ziyoratga borganlarga shunday deb aytgan ekan: "Hurmatli jamoat, sizlar oxir vaqtda har turli ag'imlar ko'p bo'lib ketdi. Ag'imlar ko'p chetni qarmavasdan o'zingizning ahli sunnat va jamoat, o'zingizning Bahali, o'zingizning Buxoro olimlarini elchigilay. Xususan oxir vaqtda Deyband elchivegili deb aniq aytgan ekan. Deyband degan medrese var. O'sha medresening tobilardan ehtiyot bo'linglar. Qirg'izistondan ziyoratga borganda sizlarga borib qolibdir. O'shalardan ehtiyot qilinglar deb qayra aytdim. Men borganda ham bizga ham mana shunda ziyoratga borganda Umar aldamlar bu so'zlar yana ushul so'zni Damlaga ham tayinlab aytgan. Yana shu o'zining ahli sunnat va jamoat xalqtu olimlarni ergashkilar. Rahmatli Shakir Damla, Abdusattar Damla, jana shu eski damlar o'shalarning yo'ldorini mahkam qilmoqlar deb bizlarga ko'p ta'kid qilib qayra aytadilar. Ana endi hurmatli jamoat, ustozimiz Hazrat Damla 80 yoshida bu dunyoy fonidan oxiratga rihlat qilishdan ilgari bir qancha kun bir yosh bolaning tushiga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushiga kirdi. Tushiga kirib turib, o'sha bolaning atib turib, borib bizning hikmatga aytqin deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning hikmatga aytqin. Onun üstüge köp müşkillikler, köp qiyinchiliklar, imtihon, sinovlar başıga tushdi. Ushul sinovlardan bardığıdan öttü. İlgari meni tushunda köp ko'radilar. Bundan keyin endi bizning hikmat biz bilan yo'lig'at deb aytgan. 3 kun bo'ldi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning hikmat deb o'ziga nisbat berib aytgan ekan. Hazratimiz 3 kun ro'zaning boshida o'sha xabar tuqqandan keyin şaşılıp durur. Ben Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga jo'rgatgan, Allohga jo'rgadim deb safar Ramazon başida bir qari Abdushukur qari ziyoratga kelganda qari aka endi bir orozoni men tutolmasdan safar qilaman. Safarim bor deb aytgan ekan. Shunday yana birinchi kun orozoni tutib turib sham namozini o'qigandan keyin nafl namozlari vardı. Kundagiga qaraganda, odatga qaraganda ko'proq nafl o'qib qolibdir. O'sha naflni o'qib bo'lib ele shunday joyda o'tirib Alloh taologa jonini taslim qildi. Alloh taolo ruh muboraklarni, ruhi pokini qo'yib marhum qilsin, rahmat qilsin. Alloh taolo ol kishidan bizga, biz ulamolarga, biz olimlarda bizning joldori ularning osiyatlari qoldi. Biz o'shalarning osiyatlarini ota-bobomiz qilgan saltu, to'g'ri, haqiqat, chindiqni biz qarmanalik. Yani qayra bargan meymanlarga aytgan sözü ushul mazhabga sizlar bekam bo'linglar, namozlardan keyin duoni unutmanglar, sunnatlarni bekam qarmanglar, sunnatlarni o'qinglar. Biz Hazrat Damladan keyin Hazrat Damlamizdan sunnatlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarni namozlardan keyin duo qilishlikni esdan chiqarmaylik. Doim duolarda bo'linglar, hurmatli jamoat. Qadamlaringizga Alloh taolo barakat ato qilsin. Xo'sh kelibsizlar. Hamma farzandlarimizni ahli sunnat va jamoat Hazrat Damlaga o'xshagan bizning farzandlarimizdan olim, qori, muttaqi olimlardan nasib etsin. Amin. Istoqildik bugun taravih vaqti ekan,